Assalamualaikum kichik do'stlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun opam sizlarga men yaxshi ko'rgan kitobni o'qib bergan. Bu kitobning ismi Men dadamni yuturib qo'ydim. Men dadamni yuturib qo'ydim. Tarjim qilguvchi Dilshod Mehmet. Bugun tushda dadam meni metroga o'ltirg'izib, yilda bir o'tkaziladigan shaharlik tantarbiya yig'iniga elib bormoqchi bo'ldi. Tushdan keyin elib berilmoqchi bo'lgan tur dadam ikkimiz eng yoqtirdigan futbol musobaqasi edi. Metro nayda tizla bekatga kirdi. Biz qistonchilikda bir vagonga kirdik. Metroda yo'lovchilar bək ko'p bo'lib, men dadamning peshini ching tutib elib, ching turishga tirishdim. Metro Tangritog' bekatida to'xtadi. Bu yer metro almashadigan bekat bo'lib, tushib chiqadiganlar intayin ko'p edi. Tushayotgan yo'lovchilar meni qistab metrodan tushib qoldim. Atrofimdagi kishilarning hammasi tarqaganda dadamning men bilan tushib qolmaganini bayqadim. Gerçi dada deb bor kuchim bilan to'lg'an bo'lsam-mu, atrofimda oyog'i uzilmay kelayotganlarning hammasi notunush kishilar edi. Metro ko'z oldimda asta qo'zg'alib, hash-pash degicha g'oyib bo'ldi. Bekatda yolg'iz turib, ishim tutildab yig'lashga boshladim. Men azaldan uydagilarim bilan ayrilib baxmagan edim. Amalsiz qilib, keyingi navbatlik metroga chiqib, dadamga yetishib edishni o'yladim. Biroq dadamning yutib ketganini bayqab, orliqdagi bekatda tushib qilib, meni izlab kelishidan ansirdim. Gerçi vokzalda nurg'un kishilar menib yurgan bo'lsa-mu, men yanada qo'rqdim. Men dadamni qayta ko'rolmaslikdan ansirdim. Tishimni ching tishlab yig'lamaslikka tirishdim. Qanday qilsam dadamni topa olayman? Ha, to'g'ri. Men dadamning yonfon nomerini bilaman. Opam bilan asli tutish o'yinini o'ynash jarayonida men uydagilarning yonfon nomerini yodimda tutib olgan edim. Kimdan yonfon so'rsam bular? Bir baslik, yuzini soqol besib ketgan dadash yinimdan o'tib ketdi. Men uningdan xotirjam bo'la olmay, so'rashga petin olmadim. Yana bir jup akukalar mening yinimdan o'tib ketdi. Ko'nglim yanada joyiga tushmay, ulardan yordam so'ray olmadim. Oxirda bir cho'ng apashning men bilan tang bir sho'x balani yetilab, men tarafga kelayotganini ko'rdim. Bu cho'ng apashdan yordam so'rash qaroriga keldim. Cho'ng ana, yonfoningizni ishiltib tursam bo'larmi? Cho'ng apash hayronlik bilan, "Balam, yonfonni nimaga ishiltsan?" deb so'radi. Men uningga dadamga telefon qilganligimni, uni yuturib qo'yganimni aytdim. Men dadamga telefon qildim. "Dada, siz nerede?" "Oğlum, özün hazır nerede?" Turubkidan dadamning meni topolmay tit-tit bo'layotganini bildim. Dadam qaytadigan metroga chiqib, birdamdala meni tepib oldi. O meni ko'ribla etilib kelib quchoqlab oldi. Meni bag'riga besib so'yib ketdi. Dadamning soqollari yuzlarimga sanjilib ketdi. Cho'ng apash meni dadamga kichik turib, shuncha cho'ng ishga yo'liqqandimi, qil cho'diqmay, o'zi amal tepibdi. Balangiz baq qoldiskan, deb maqtab ketdi. Gerçi bugun yutib ketgili tasli qolgan bo'lsam-mu, biroq vaqtida naq maydonga berib, futbol musobaqasini ko'ra oldik. Dadam bilan birga futbol musobaqasini ko'rganimdan baq xush bo'ldim. Kichik do'stlar, agar sizlarni sirt chiqqan chog'da opanglarning yoki dadanglarning qo'lini mahkam tutinglar bo'lamdi. Men sizlarning yutib ketishinglarni faqat xohlamayman.